Salom aziz tomoshabin. Agar sizni hayotiy va ehtirosli voqealar qiziqtirsa, to'g'ri joydasiz. Ehtirosli hikoyalar kanaliga obuna bo'ling. Har bir yangi hikoyamiz sizni befarq qoldirmaydi. Ishonchli, ta'sirli va professional hikoyalar aynan shu yerda. Men uni yaxshi ko'rganman. Yuragimda o'sha odamga nisbatan cheksiz muhabbat bo'lgan. Ammo yosh edim, dangasa orzular, yolg'on xayollar meni ko'zdan ko'r qilib qo'ygan edi. Erim odamgarchiligi, sabr-toqati, sadoqati bilan boshqa hech kimga o'xshamas edi. U men uchun tog'dek suyanchiq, yelkadosh edi. Ammo men buni anglamadim, qadrlamadim. U har kuni erta tongda uyg'onib, men uxlab yotganimda ishdan qaytar, uyga non-tuz bilan kirib kelar edi. Ammo men unga bir marta rahmat degan emasman. Hattoki uni xafa qilmaylik deb o'ylamaganmiz. Har safar qayergadir borishimni xohlasa, u bor kuchi bilan menga sharoit yaratardi. Faqat men xursand bo'lay deb yashardi. Men esa undan shunchaki zerikdim. Yuragimda gururmi, havomi bilmadim, lekin uni oddiy ko'rdim. Boshqalar chiroyli, boy, zamonaviy degan oylarga berildim. Ijtimoiy tarmoqlar, atrofimdagi maslahatgo'y dugonalarimning gaplariga uchib, u bilan ajrashdim. Ajrashgan kunim kechasi uni eslab yig'ladim. Ammo o'zim tanlagan yo'ldan qaytmadim. Bir necha oydan keyin boshqasi bilan turmush qurdim. U tashqi tomondan har doim orzu qilganimdek edi. Mashina, pul, zamonaviy kiyim, restoranlar. Ammo ichida odam emasdi. Qo'pollik, befarqlik, xiyonat, urush, janjal, hayotim har kuni qiyinchilikka aylandi. Baxt deb yugurganim aslida halokatim edi. Endi tushundimki, o'sha sodda, kamtar, lekin halol, menga sadoqatli erim men uchun eng katta baxt ekan. Endi esa kech. U boshqasini topgan, baxtli. Men esa ichimdan chirib yashayapman. Yolg'iz, sharmandali, qadriga yetmagan muhabbatni izlab. Men uni sog'indim. Har bir qilgan ishida, har bir aytgan gapida chin dildan muhabbat borligini endi angladim. Yangi erim bilan yashayotganimda hayotim go'yoki ustimga qulab tushdi. Har kuni urush, janjal, shubha, yolg'on. Bir kuni meni boshqasi bilan ko'rib, "Sen men uchun hech kimsan" deb yuzimga tarsaki tushirdi. O'sha tunda bir burchakka yig'lab o'tirib, sobiq erimning ohangidek muloyim ovozini esladim. "Sen charchama, men doim yoningdaman." Endi yo'q. U boshqa hayotda. Farzandli bo'lgan, o'z baxtini topgan. Ijtimoiy tarmoqlarda baxtiyor rafiqasi bilan suratlar qo'ygan. Men esa tan olaman, hasad qilaman. Ammo hasaddan ham yomonroq tuyg'u bor, bu pushaymon. Inson ba'zida baxtni qo'lida ushlab turganini faqat kech bo'lganidan keyin anglar ekan. Yolg'iz qolganimda o'zim bilan gaplashaman. Har bir xatoyimni birma-bir eslayman. O'sha sodda, halol erimni men nima uchun qadrlamadim? Nega qadrini bilmadim? Endi kech. U meni kechirmaydi. O'zining oromini topgan, yuragida boshqa joy yo'q menga. Lekin men o'zgardim. Haqiqiy hayotdan dars oldim. Hayot menga qimmat saboq berdi. Endi men boshqalarga maslahat beruvchi ayolman. Ayollar bilan suhbatlar olib boraman, yosh qizlarga aldanma, qadrini bil. Sadoqatli erkakni hech qachon alishtirma deyman. Endi men yolg'iz emasman. O'zim bilan tinch yashayapman. Yig'layman, kulaman, lekin endi odamni pulda, mashinada emas, qalbda izlayman. Va har kuni sobiq erimga duo qilaman, baxtli bo'lgin deb. Vaqt ham davo, ham jazodir. Yillar o'tib, yuragimdagi alamlar yumshab bordi, lekin izlari ochmadi. Men o'zimga ko'zgu oldida tik qarab, nihoyat men xato qildim deyishni o'rgandim. Bu so'zni aytish qanchalik og'ir bo'lmasin, odamni eng avvalo o'zgalarga emas, o'ziga rost bo'lishi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekan. Bir kuni eski tanishim meni ko'chada to'xtatdi. "Eshitdingmi? Sobiq ering yaqinda uy qurgan ekan. Rafiqasi bilan, bolalari bilan zo'r yashayapti. Har juma mahallaga yordam berarkan." Men boshimni egdim. Yuragim siqildi. Ammo bu safar hasad emas edi. Bu safar shukr edi. U yaxshi odam edi va endi u baxtli. Men esa uning baxtini buzmaganligimdan minnatdorman deb o'yladim. Hayot menga bir haqiqatni o'rgatdi. Har bir inson xatoga yo'l qo'yadi, lekin eng muhimi xatoni tan olish va undan saboq olish. Men endi bu darsni o'rgandim.
Men erkaklardan emas, avvalo o'zimdan baxt izlashni boshladim. Kitob o'qidim, psixologiyaga qiziqdim, o'zim kabi yo'ldan adashgan ayollar bilan suhbatlar o'tkazdim. Bir kuni mahallamizda ayollar yig'ini bo'ldi. Meni ham taklif qilishdi. O'sha yerda men o'z hayotimni hikoya qilib berdim. Ayollar jim bo'lib tinglashdi. Ko'zlarida yosh, qalblarida og'riq. Ammo so'ngida bir ayol mendan qo'lini ushlab, "Opa, siz aytgandek xatoni biz ham qilayotgandik. Endi kech bo'lmasdan tuzatamiz", dedi. O'sha kun men tushundim, og'riqli hayotim boshqalarga nur bo'layapti. Hayot menga o'z vaqtida baxt keldi, men qadriga yetmadim. Ammo endi men boshqalarga qadr topishda yordam beraman. Yolg'izlikdan qo'rqmayman. Chunki yuragim endi to'la nadomat bilan emas, saboq va sabr bilan. Va har tongda oynaga qarab kulib aytaman: "Sen kechirilding. Sen endi yangidan boshlayapsan."